Erkak siqilma, kasal bo'lib qolasan, kasal orttirib olasan o'zingga. Ishim o'xshamayapti, pul topa olmayapman, xohlagan mashinamni hayda olmayapman, oilamga yaxshi qara olmayapman deb siqilma. Peshinaga yozilgani bo'ladi. Alloh o'zi xohlagan bandasiga beradi. Qadar bu. Yarimta bo'lib qolasan. Ertaga kasal bo'lsang, ota-onangdan boshqa hech kimga kerak emassan. Ishon, qanchasini ko'rdik. Ko'ryapmiz ham. Haqiqatan shu. Ota-onangga ham yarimta bo'lib kerak emassan. Butun bo'l. Kasal bo'lma asosiysi. Zo'r pul topmasang ham, zo'r yemasang ham, zo'r kiymasang ham yaxshi yasha, sog'lom bo'l. Sog'lom bo'lib hammaga keraksan. Sog'lom bo'lib qo'lingdan bu narsa keladi. Puling ko'p bo'lib, hamma narsaga erishgan paytingda yarimta bo'lib qolib, kasal bo'lib, stress bo'lib qolgandan keyin hech kimga kerak emassan. Na xotining, na farzandlaring. Ota-onang bolam ekan deb qaraydi. Ota-onangni ham yuragini siqasan. Undan ko'ra siqilma, to'g'ri yasha. Qo'lingdan kelgancha harakat qil, o'ylama. Bu hayot to'g'ri, yaxshi yashashga berilgan. Siqilib, undan kam, bundan kam bo'lmayman dema. Allohdan so'ra, bersa berdi, bermasa bermaganiga shukr qilib, to'g'ri yasha. Bilib ol, sog'lig'iga hech narsa yetmaydi. Shukr qil, banisga ovqat ko'tarib olib bormayapsan. Shukr qil, oyog'ing, qo'ling but, quloqing eshityapti, ko'zing ko'ryapti. Eng asosiysi shu. Erkak siqilma, kasal bo'lib qolasan, kasal orttirib olasan o'zingga. Ishim o'xshamayapti, pul topa olmayapman, xohlagan mashinamni hayda olmayapman, oilamga yaxshi